Borsullah, omonsullah, xalqlarim, jonlaring omonmi? Borsullah shu dunyoga. Charchamay, qarinni arkasidan yugurib yuribsizlar. Eng muhimi mana shu qarin to'yayotdi. Tervalyotdi qarin. Tervatinga qarinni o'laysizlarga. Oyoqlaring tagiga o'lay xalqlarim, qarinni tervatinga qarin. Qarin och qolmasin bu dunyoga. Keling endi bugungi mana shu bugungi videoga xalqlarning nomlari to'g'risiga gapiramiz. Nom. Necha marta xalqlar nomlari alishdi. Qanog'im bo'ldi. Mana shu to'g'risiga kelib gapiramiz. Xalqlarning o'z nomlari ko'p xil nomlar. Arslon, Sotiq, Bo'g'ra, mana o'zlarining nomlari xil nomlar bor. Xalq nomlari. Arab kelganga xalqlarning nomi, xalqlarning hamma narsasi alif. Xalqlarning nomi keyin bashlarni keyni. Ibn Falon, binti Falon, Hasan ibn Husan, Xurshid binti Jamshid. Keyin ketdi nomlari baqaqara. Hammasi Muhammad va Ali va bilmayman, hamma arab nomiga o'tib ketdi, arab nomiga. Xalq o'z nomini, o'z huviyatini, o'z ruhiyatini mana shu saqlab qola olmadi.